Assalomu alaykum. Mana bugun sotiladigan bitta uchastkamiz bor. Toshkent viloyatida qisqacha obzorini qilib beramiz. Kimga ma'qul kelsa, kelib ko'rasizlar, baraka qilinadi. Uchastkamizni boshlanish mana katta yo'ldan 100 metr kirganda stalbalarimiz bor, 3 faza toklar. Yo'llarimiz shag'al bo'lgan mana. Bu yo'ldan ham tok kelgan. Mana bu yerda suvimiz kelgan, yer tegidan vodoprovod kran chiqarmamizga suv qilinadi. Mana mevali ko'chatlarimiz ekilgan. 50 dona. Tepadan suv ochilsa ham ariqdan suv keladi. Yerimiz mana tarsovoy joyda joylashgan. Bunaqasi ham chiqib ketsa bo'ladi, bunaqasi chiqib ketsa ham, bunaqasi kirib ketsa ham bo'ladi. Bular juda qulay joyda, burchakda. Mana o'rtada beton urib qo'yib ajratib qo'yilgan yer. Yerimiz dokumentalniy 15 sotik, zaxvatda bor 3 sotik, 18 sotik общий. Mana oldi tarafi огородdan 1 metr oshib ko'tarilib qo'yilgan. Suv yomg'ir qorda qiynalmasligi uchun. Mana oldi taraflarida ko'chatlarimiz ekilgan, o'rik, olma. Bu yerda mana ariqimiz bo'yida shponkalar ekilgan. Olma bor, o'rik bor, tut bor, shoftol, har xil daraxtlarimiz bor mana. Hammasi ko'karib yotibdi hozir. Mana qator ketgan hammasi. O'sha salafangacha ekilgan. Keyin bu past tarafimizda ham bunaqasi ariq o'tgan. Qo'shni bilan bizning yerda orasida suv oqadi. U pastiga ham shponka ekilgan. Mana bu yog'imizda suv keladi. Mana suv lekin zo'r ko'zda emas. Tepadan ham suv keladi. Tepa tarafimizdan ham nariyoqdan suv keladi. Огород sug'orish uchun. Mana bu yoqdan ham suv bor. Hozir ko'rsatgan bu yo'limizdan ham suv tushib keladi. Tepadan o'tsa bo'ldi. Mana yo'limiz bu betiga mana mevali ko'chat shponka ekib qo'yganmiz. Kimga qiziq bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Mana 3 xona uy qurilgan. Yeri mana haydab qo'yilgan, chiroyli qilib. Kim xohlasa ferma qilsa, teplitsa qilamansa, yashaymansa juda qulay joydir. Katta yo'l bo'yidan 100 metr ichkarida joylashgan. Toshkent Bo'ka trassasi